Assalomu alaykum. Bugun erkaklarning bayrami. Vatan himoyachilarimiz, oilamiz himoyachilari. Bugun bizning xonadonimizda mana Zahroxon mehmondalar va ijodiy mehmondalar. Bugun syomka time. Mana bu yerda ijodkorlarimiz. Voy, opamiz bizning mana xo'jayinlarga dahshat mana bunaqa paltolar olib berdilar, kurtka paltolar. Hamma jamoaga sovg'a olibdilar va mana bizning xo'jayinga ham barakaga deb sovg'a olib ketdilar. Qadijonisi, uyalmang. Qarang, biz bugun nafaqat so'ng jamoaga rahmat ko'pdan eng kichkina bo'lsa ham. gap yo'q, Kattalariga loyiq. Kattasi buni eshitib beradi. Albatta. Erkaklarimiz vaqtimizga sog' bo'lsin. Zahroxon, siz ham rozi bo'ling. Shunchalik e'tibor qilganingizga kattakon rahmat. rahmat.